Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga ajoyib bir ma'lumotni taqdim etmoqchimiz. Ko'pchiligimiz nonushtada bu mahsulotni iste'mol qilamiz, ya'ni tuxumni. AQShda Shimoliy Karolina universitetida olimlar tadqiqot o'tkazishdi. Unga ko'ra, muntazam ravishda tuxum iste'mol qilish ko'krak bezi saratoni oldini olishga yordam berishi mumkin. Tuxumning bu xususiyati tarkibida xolin, B guruhi vitamini borligi tufaylidir. Lekin tibbiyotda xolindan faqat saraton profilaktikasi emas, xotirani yaxshilash va aterosklerozni davolashda ham foydalaniladi. Shifokorlarga ma'lumki, asab to'qimalari hujayralari xolinsiz me'yorda ishlolmaydi. Umuman odam organizmining boshqa hujayralari uchun ham xolin nihoyatda muhim birikma sanaladi. Bir kunda kamida 455 mg xolin iste'mol qilish 24% ga ko'krak bezida zararli o'simta paydo bo'lishining oldini olishi mumkin. Amerikalik olimlarning hisob-kitobiga ko'ra, bitta tuxumda taxminan 125 mg vitamin bor. Bu organizmning xolinga bo'lgan kundalik ehtiyojini esa ikkita tuxum yeb qondirishi mumkin. 100 g tovuq tuxumida 570 mg xolin bor. Xolin mahsulotga terma ishlov berilganda parchalanmaydi. Shuning uchun xom tuxumda xolin qancha bo'lsa, qovurilgan yoki qaynatilgan tuxumda ham shuncha bo'ladi. Tuxum oqida u mavjud emas, asosiy bazasi sarig'idadir. Bedana tuxumi tovuq tuxumiga qaraganda xolinga boyroq. 100 g bedana tuxumida 600 mg vitamin mavjud ekan. Tuxumdan tashqari xolin yogurt va kefir singari sut mahsulotlari, yog'li qaymoq, smetana va tvorogda mavjuddir. Ko'p miqdordagi xolin kalla pochalar, masalan, mol miyasida ham mavjud. Unda 1950 mg. Baliq mahsulotlaridagi xolin miqdori smetanadagi miqdorga teng sanaladi. Yuqoridagi ma'lumotlardan xulosa qilib, tuxum iste'mol qilishning qanday foydasi bor degan savolga o'zingiz ham javob topishingiz mumkin. U miya faoliyatini yaxshilaydi, ko'krak bezi saratoni paydo bo'lishi oldini olishda yordam beradi. Shifokorlarning maslahatiga ko'ra, kimki tuxumsiz parhez tutayotgan bo'lsa agar, tarkibida xolin bo'lgan dori-darmon iste'mol qilishi lozim bo'lar ekan. Salomat bo'ling azizlar.